Hamma gap marinovkasida. Ishimizni uyg'urcha cho'poncha taomimiz uchun qovurg'alarimizga gazli suv, qatiq, chesnok, ziravorli, soya, qizil tomat yaxshilab aralashtirib 2 soat strichlab xolodilnikka yuboramiz. Qizib turgan yog'imizda qozon qopga kartoshkani qizartirib qovurganda qovurib olamiz. Tayyor yog'imizda marinovka bo'lgan go'shtlarimizni ham bitta qizartirib yog'dan olamiz. Sayga o'tamiz. Pari to'ralgan go'shtlarimiz, svetofor bolgarskiy, katta to'ralgan chesnok, lag'monga qo'shadigan turib xohishga ko'ra qo'shmasangiz ham bo'ladi, lekin mazasi bir osh qoshiq qizil tomat, bir osh qoshiq shakar taxir mazasini oladi. Ustidan kartoshkalarimiz, qovurilgan go'shtimiz, dunganskiy, bir kosa suv, yarim soatga dimlab qo'yamiz. Bu jazirama issiqda haqiqiy mojito fresh Achakovadan salqinlashtiradi va tetiklantiradi. Uyg'urcha cho'ponchamiz shohona cho'poncha bo'lib ketdi-ya. To'g'risini ayting, ishtahingiz ochilib ketdimi? Yuraychani bosib qo'ying, qo'ynim ko'tariladi. Uyg'ur yurtdoshlarim, xato kamchiliklarim bo'lsa, aybga buyurmaysizlar. Retseptni ozgina o'zgartirishlar bilan tayyorladim. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas, olinglar. Yoqimli ishtaha Achakovadan mojito freshni shu taom bilan ichishlarni tavsiya qilaman. Mening sevimli taomim esa laym yalpiz. Kommentariyada o'zingizning yoqadigan taomni qoldiring.